aviator jamoasi sahnaga chiqishdagi eng katta motivatsiyani bekanimizdan oldik. Ularning shaxsiy o'zlarimizga har qanday vaziyatda ham orqangizda turaman degan gaplari juda katta motivatsiya berdi. Keyingi demak, qarshingizda ustozlarning totalizator o'ynashi hech kimga aytmaydigan aviator jamoasi. Assalomu alaykum. Bolalar, bizda hamma bor ko'radigan. Nimaga? Hamma aviator o'ynamaydi deyapti. Demak, aviator jamoasi yangi dunyoda yaxshi qolmagandan keyin muxlislar o'ylab qoldi. Nima ish ko'rsatayotganini. Hurmatli do'stlar, biz 5 ko'rsatamiz, 5 yilda boramizni bilamiz. Bolalar, antiqa rasm va vektorni to'g'ri ko'rsatadigan antiqa uchkalar bormi? Bittasi o'ylab chiqdi. Ukasidan tunchi achchiqligini olib kelyapti. Nimaga? Mana rektor bo'lishga o'tibdi. Bolalar, hamma aviatsiya taklif qiluvchi to'g'rimi? Yo'q, men san o'qiman. Endi bildim. Aviatsiya taklif qiluvchi qoldi, pasayga. Bolalar, bugun finalda yutqizib qo'ysak, bekanimiz nima qilishini bilasizlarmi? Yo'q, nima qiladi? Mana ko'rsat. Shunda turaveradimi? Yoqimli parvozlar tilaydi. Bekanimiz bilan men ham gaplashdim. Agar finalda yutadigan bo'lsalar, endi samolyotga uylariga bilet olaman. Zo'rmi? Agar yutqizib qo'ysak-chi? Yutqizib qo'ysak olamiz. Faqat o'zimiz bilamiz. Mana bu finalda zo'r chiqishimiz uchun Mirzoga bilan gaplashdim kecha aka, biz bilan chiqavering dedi. Yo'q, Mirzoga chiqsa yo'q boramiz. Zalim tanlanadi. O'zingni bos, Mirzoga yo'q dedi. Bolalar, menda ham yangilik bor. Men Mirzo aka bilan gaplashmoqman. O'libdi. Kim o'libdi? Mana bizning ko'zi o'libdi. Bolalar, Mirzo aka bilanchi men ham gaplashdim. Mirzo aka kibr bo'lib ketdi, senlardan umuman chiqmayman deyapti. Kim chiqmayman deyapti? Bolalar, Mirzo akaga deyapti chiqmayman. Mirzo akamiz bilan ko'p kulvermanglar bolalar, o'zi Mirzo aka kecha mazasi qochib shifoxonaga tushib qolibdi. Yo'q, boshlanibdimi? Boshlaganda Feruz akaga o'sha bo'ladi. Mirzo akaning chiqmasa chiqib qo'ydi. Komandaga cho'tki cho'lib gaplashib qo'ydi. Ular bugungi o'yinga birinchi o'ringa nima qo'yilgan? televizor. Har yili pul qo'yiladi, qo'lga ketdi. O'sha pulni topolmaganlarga ishdan ketdi. Bolalar, yangi video eshitgan bo'lsanglar, fakultetimizda uchuvchilik yo'nalishi ochildi. Endi biz ham o'zimizni samolyotimizni uchiramiz. Mana kimlar? Mana shu uchuvchilik yo'nalishi ochilgandan keyin siz universitetimizga yana samolyot olib kelin. Ishonmaysan? Yo'q, yuk ko'rsataman. Qishloqdagi mafiyalar. Qog'oz bormi? Ifloschi qani bo'lib ketdingmi? Xabaringiz bor, fakultet yangi binoga ko'chib o'tdi, o'qishdagi birinchi kun. Bo'ldi, davlat darslariga kirib turaylik. Har bir dastlabki shunday vaziyatni orzu qiladi bizda, dastlabkilar orzusi.
Dastlabki zokidan olasiz. Boshqa usulda qilsam bo'ladi. Nahotki bu kunni men qancha kutgandim. Faqat kinolarda bo'ladi o'ylardim. Bo'ladi. Unda kartina ijara oling. Biz Aviator jamoasi yosh tajribasiz jamoamiz. Shu sababli biz chiqishimiz davomida bo'lgan hazil kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Sizdan boshqa jamoalar singari tajribali ustozlarimiz bilan birga chiqishimiz mumkin edi. Shunda nega chiqmadi? Aytdimki yo'q dedi. Hammasini bilan birinchi davomda aviatsiya transport muhandisligi fakultetining aviator Ishonmadinglar-a? Ishonsangiz